Ro'za yaqinlashyapti. Ham immunitet, ham qorningizni to'q tutadigan dudlangan dumbani uy sharoitida qanaqa tayyorlashni ko'rsataman. Hech kim aytmaydigan sirni aytaman. Tayyorlashdan oldin mana shunaqa qilib bitta urib olamiz. Dumbamizni tozalab olgandan keyin uni shunaqa kesishimiz kerakki, to'g'rayotganda chiroyli chiqishi uchun bir xilda tekis qilib kesib olamiz. Bunaqa bo'laklarga bo'lishimizning sababi dudlab bo'lganimizdan keyin ham buni to'g'rasak chiroyli bo'lib, appetitli bo'lib chiqadi. Qozonimizga sovuq suv solib, to'g'rab olgan dumbalarimizni solamiz. 3-4 ta lavr bargi, maydalanmagan murch va ozroq tuz solib, bitta qaynab chiqib olgandan keyin olovni pastlatib olamiz va 40 daqiqa qaynatamiz. Qaynab chiqqan dumbalarimizni olib olamiz. Dumbalarimiz qurishi uchun sochiq yoki marlida yengil artib chiqib, qurigungacha ziravorlarni tayyorlab turamiz. Ziravorlarimizdan tuz, ta'bga ko'ra, paprika, achchig'i yoki shirinidan ishlatsangiz bo'ladi. Zira bu maxsus mix pripravani qo'shamiz. Ziravorlarimizni yaxshilab aralashtirib, dumbalarimizni yaxshilab bulab chiqamiz. Ziralab olgan dumbamizni dudlash uchun mana shunaqa biror bir meva daraxtining shoxini olib, uni maydalab yo'nib chiqamiz. Maydalab olgan mevamizni shoxini montxosqonga solib, montxosqonimizni bitta listiga dumbalarimizni terib chiqamiz. Olovni pasaytirib 10 daqiqa dudlab olamiz. Dudlab bo'lgandan keyin mana shunaqa piyoz qopga yoki marliga solib, tashqariga 1 sutkaga ilib qo'yamiz. Negaki dudlaganimizdan keyin kuygan hid kelib turadi. Ana shu hidlar ketishi uchun. Qanaqa tayyorlanishini to'liq ko'rsatdim. Siz ham uy sharoitida shunaqa tayyorlasangiz bo'ladi. Video foydali bo'lsa, like bosib qo'ying.